3 tagacha qisqaradi. Aniqroq 3 ochko bo'lib qoladi. Hozir olisdan zarba, xavfli vaziyat. Pavlichenko qaytib ulgurmadi. Super gol! Dahshatli ijro. Metallurg g'alabani ilib ketyapti. Pavel Pavlichenko. Mana o'z yarim maydonidan yo'llangan zarba. Pavlichenko. Pavel. Super ijro. Mavsumning eng chiroyli gollaridan biri. Bu yog'iga vaqt juda ham kam qoldi. Bu yog'iga soniyalar 1 daqiqadan ham kamroq hattoki Paxtakor hisobida. Mayli, mana bu gol nishonlash uchun ketkazilgan vaqt kompensatsiya qilinar. Yo'q, barchasi aynan mana shu pallada yakunlanmoqda. Metallurg uzoq davom etgan g'alabasiz seriyasiga yakun yasyapti do'stlar.